Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun 6-oyning 3-kuni. Xitoy qizil fashizm kommunist hokimiyati 49-yili vatanimizga tajovuz qilib kirgan kundan boshlab toki bugungi kuni qadar, ya'ni Wang Jinning davridan Mao Zedong, Xi Jinping, Qin Chango qadar Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilib keldi. Bu fojialik ahvolni Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi endi ko'rib, ko'ngil bo'lishga boshladi. Mutahamlikda chekiga yetib, yo'ginib olgan qo'y terisini tashlab, butun dunyoga tahdid qilishni boshladi va butun dunyoga ofat xarakterlik virusni tarqatdi. Xitoy kommunist hokimiyati bir tarafdan Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qilish jinoyatini o'tkazayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan butun dunyoga virus tarqatish orqali millionlagan insonlarni o'ldirib, 200 ga yaqin davlatlarni har jihatdan talofatga yo'liqtirdi. Bu Xitoy Yavuz imperiyasi endi chaqchigidan ajrashga boshladi. Mana shu sababdan Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiga sistemlik shaklda Uyg'ur davosini ilib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyiga va Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh raisi Dolqin Aysoga shiddatli hujumni boshlab etdi. Buning misoli Xitoy istixborot organlari o'zi tarbiyalab chiqargan bir qism odamlar orqali hujum qildirayotgan bo'lsa, yana bir jihatdan Xitoy hukumatı o'zi bilan savdo munosabat qurgan davlatlarning istixborot orqali shu davlatlarning istixborot organining qo'li bilan yetishtirgan odamlar orqali Dunyo Uyg'ur qurultiyiga hujum qilyapti. Xitoy fashizm hokimiyati Uyg'urlarni qarasang ko'zingni o'yaman, gaqsang tilingni kesiman degan shaklda Sharq Turkiston zaminidan Uyg'ur degan millatni sistemlik holda yo'q qilib etish bosqichini davomlashtirayotgan mushundaq bir vaziyatda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso va Dunyo Uyg'ur qurultiyining rahbarlik komitetining zo'r tirishchanligi bilan Besh ko'z ittifoqining rahbarlik davlati bo'lgan Angliyada Uyg'urlarning alohida soti qurildi. Angliyada qurilgan Uyg'urlarning bu alohida soti bultur 6-oyda Dunyo Uyg'ur qurultiyining kecha kunduz xizmat qilish tirishchanligi bilan 2020-yili 9-oyning 3-kuni rasmiy qonunli shaklda Uyg'ur alohida soti deb Londonda qurildi. Buni anglagan Xitoy hukumatı xuddi cho'milning ug'isiga qaynoq suv quyilib ketganga o'xshash taraf-tarafga yamrab, odamlarni ishqa silib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur alohida sotiga shiddatli hujumni boshlab etdi. Xitoyning ichki va tashqi yordamchi kuchlarini g'arb dunyosidagi besh ko'z istixborot organlari kuzatib turyapti. Men bu yerda besh ko'z istixborot hamkorlik ittifoqdosh davlatlarini deb o'tsam, Angliya, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yangi Zelandiya, ya'ni yangi qabul qilgan yordamchi Yaponiya davlati. Bugun 6-oyning 3-kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xi Jinping o'z qo'li bilan tayinlagan Wang Hongbin bugun 6-oyning 3-kuni Beijing vaqti soat 16da muxbirlarni kutib olish axborot yig'ini ochdi. Beijing hukumatining koniyi bo'lgan Wang Hongbin bu yig'inga riyosatchilik qildi. Muxbir Wang Hongbindan savol so'rab, "Ata Angliyaning poytaxti Londonda Uyg'ur alohida soti ichiladi. Bu Uyg'ur alohida sotida bir qism tirik guvochilar o'zlarining beshidan o'tkazgan sarguzashtlarini atalmish Xinjiangdagi vaqtida vahshiy qiyin qistoqlarga uchirgan ahvollar to'g'risida guvohlik bermoqchi. Shunga sen buningga nima deysan?" deb Xitoyning koni bo'lgan bayonotchisi Wang Hongbindan savol so'raydi. Natsiz Hitlerning tashviqot ministri va bayonotchisi bo'lgan Goebbelsga o'xshash Wang Hongbin javob berib deydiki, Uyg'ur alohida soti bo'lsa qonunliq emas, ham ishonishga bo'lmaydi. Faqatla bir turkum osonliq odamlarning Xitoy davlatiga qarshi chiqayotgan bir o'yin deb javob berdi. Endi bu yerda Wang Hongbinning demoqchi bo'lgani, Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirganimiz qonunliq. U zimindagi Uyg'urlarni qirib tugatishimiz qonunliq. Buningga qarshi chiqqan kuchlarni o'ldirishimiz qonunliq. Xitoy hukumatiga qarshi chiqayotgan chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarga va Uyg'ur tashkilotining rahbarlariga o'zlarining g'alchilarini va boshqa Xitoydan manfaatlanayotgan boshqa davlatlar orqali shu davlatning planliq o'rlashtirgan odamlar hujum qilsa qonunliq demoqchi. Wang Hongbin yana shuni ifodaladiki, Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonining hukumati bu to'g'riliq burun ichib pash qilgan Uyg'urning u soti qonun bilan hech qanday munosabati yo'q. Qonunni butunlay suiiste'mol qilib, suiiste'mol qilgan qonun orqali Xitoy davlatiga siyosiy hujum qilyapti. Bu qonunni butunlay dasandalik qilganlik deb bildirlaydi. Wang Hongbinning demoqchi bo'lgani 5-oyning 25-kuni atalmış Xinjiang Uyg'ur Abdunum rayonining yaloqchi chaparmanlari Beijingga paloqlab kelib,
axborot yig'ini ochgan. Shu axborot yig'indimi Dünya Uyg'ur qurultiyiga va Uyg'ur alaydi sotiga hujum qilgan. Wang Hongbin yana bildirlab, u alaydi sotida maxsus bir turkum Xitoy davlatiga qarshi turadigan kasbiy jonbaqarlar bilan Wang Hongbinning demoqchi bo'lgani Xitoy davlatiga qarshi chiqqan odamlarni kasbiy jonbaqar Dünya Uyg'ur qurultiyiga qarshi chiqqanlarni qahramon deb qaraydi ekan. Xitoy davlatiga qarshi chiqadigan bu kasbiy jonbaqarlar Xinjiangni Jungodan bölmoqchi bo'lgan Dünya Uyg'ur qurultiyini oltinga aylantirib osmonga chiqarib bordi degan. Diqqat qilaylik Uyg'ur vatandoshlar. Men bu gapni o'zim to'qiyolmadim. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining orbitiga qo'ygan bugungi axborot yig'inining mazmuni. Yana bir takrorlab o'tay. Xitoyga qarshi turishni kasb qilib olgan bir turkum jonbaqarlar Xinjiangni bölmoqchi bo'lgan Dünya Uyg'ur qurultiyini oltinga aylantirib osmonga chiqarib bordi degan. Uyg'ur alaydi sotining bosh sotchisi Jeffrey Nice afandim bo'lsa, ayni vaqtida Angliya davlatining maxfiy jasusi bo'lgan. Biz Uyg'urlar 007 deb tushunsak bo'ladi. 2019-yili atalmış Jungoning sot boshlig'i bo'lib olgan. Bu so'zni tirnoq ichiga olibdi. Jungoni qarlaydigan, Jungoga tuhmat qiladigan bir tragediyani paydo qildi degan. Bu Wang Hongbinning ta'ni shaklda qilgan so'zlar ekan. Bu bosh sotchining Xitoy davlatiga qarshi turayotgan har xil kuchlar bilan yaqindan munosabati bor. Bo'libmi ko'pchilik yaxshi taniydigan Avstraliya siyosiy tadqiqot ombirida ishlaydigan Zeng Guo'in bilan yaqindan hamkorlashyapti degan. Men bu Zeng Guo'in degan odamni tanishtirib o'tay. Zeng Guo'in degan xitoycha ism bo'lib, bu odam Germaniyada tug'ilgan bo'lib, germancha ismi Adrian Zeniz. Xizmat o'rni Avstraliya siyosiy tadqiqot ombirida xizmat qildi ekan. Wang Hongbin deydiki, Zeng Guo'in uzun vaqtdan buyon Xinjiangga munosabatlik hukumat organlari va hukumat xodimlari ustidan yolg'on yovdoq gap so'zlarni tarqitib yurgan va shuningga o'xshaydigan nurg'un odamlarni biz ayni vaqtida oshkorlagan deb bildirilgan. Hech qachonda mavjud bo'lmagan ishlarni o'ydirib chiqaryotdi. Biz shuni ko'z oldimizga agilish kerakki, bundaq odamlarning hukm qilgan soti, qonunni va sotni o'yinchiqning o'rnida ko'rganlik. Bularning bu qilmish harakatlari dunyo oldida atalmış Xinjiangga munosabatlik tuhmat qilganlik deb jo'ligan. Xabarning manbasi Xitoy Tashqi ishlar ministrligining tor betidan ilindi.